Mandat natijalari e'lon qilindi. Siz kontrakt asosida o'qishga qabul qilindingiz, lekin kontraktni to'lashda moliyaviy qiyinchilik bor. Unday bo'lsa, Biznesni rivojlantirish banki sizga qulay shartlarda ta'lim kreditini taklif qiladi. Ta'lim krediti xotin-qizlar uchun foizsiz, ya'ni jamg'arma hisobidan qoplab beriladi. O'g'il bolalar uchun esa Markaziy bankning asosiy stavkasi, ya'ni 14% dan beriladi. Talaba o'qishni tamomlagandan so'ng unga qo'shimcha 6 oy imtiyozli davr beriladi va 7 yil muddat davomida kreditni asosiy qarzini qaytaradi. Ta'lim kreditini bizning BRB ilovamiz orqali onlayn va qulay shartlarda rasmiylashtirishingiz ham mumkin yoki BRBning o'zingizga yaqin hududdagi ofisiga borib kreditni olishingiz mumkin. Eng muhim joy shundaki, ta'lim krediti talabaning nomiga birgina jismoniy shaxs kafilligi yoki sug'urta ta'minoti ostida ajratiladi. Ta'lim olishni kechiktirmang, qulay imkoniyatdan foydalaning.